onang xizmatingga muhtoj. Abul Hasan al-Haraqoniy hazratlari rivoyat qiladilar. Bir zamonlar ikki aka-uka bo'lib, ularning parvarishiga muhtoj bo'lgan onasi bor edi. Har kecha ulardan biri onasiga qarar, ikkinchisi esa Tangri taologa ibodat qilardi. Bir oqshom ibodat bilan mashg'ul bo'lgan o'g'il o'zi qilgan ibodatdan olgan fayzi tufayli ukasiga qarab: "Ey ukajon, bu kecha ham onamga sen xizmat qila qol, men ibodat qilay" debdi. Va ukasi bunga rozi bo'libdi. O'sha kecha ibodat qilayotib sajdada uxlab qolgan aka bir tush ko'ribdi. Tushida bir ovoz unga: "Ukangni yorlaqadik, seni ham uning hurmati uchun e'zozladik" debdi. Shunda yigit: "Men Tangri taologa ibodat qilyapman, ukam esa onamni xizmatini qilyapti. Meni uning qilgan amali haqqa e'zozlayapsizmi?" deb so'rabdi. Ovoz unga: "Ha, sening qilayotgan ibodatingga bizning ehtiyojimiz yo'q. Lekin ukangning onangga qilayotgan xizmatiga onangning ehtiyoji bor" deb javob beribdi. Ha, albatta. Bizlarni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan, kichikligimizda tarbiya qilgan aziz ota-onalarimizga qarigan chog'larda Allohning roziligi uchun xizmat qilishligimiz haqiqiy farzandning burchi hisoblanadi. Va inshaalloh bu qilingan xizmatlar uchun Alloh taoloning oldida katta ajrlar, savoblarga ega bo'linadi inshaalloh. Ey birodar, sizning ham onangiz, sizning ham otangiz sizning xizmatingizga muhtojdir. Buni unutmang. Robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas ularga uf dema, ularga zajr qilma va ularga karamli so'z ayt. Ikkovlariga mehribonlik ila xokisorlik qanotingni pastlat va Robbim alar mani kichiklikda tarbiya qilganlaridek ularga rahm qilgin deb ayt.